Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Qizilqum jamoasi bosh murabbiyi Akmal Husanov ishtirok etadilar. Akmal aka, bugungi o'yin haqida nimalar deya olasiz? Hammaga assalomu alaykum. Kirib keladigan bayramlarimiz hammamizga muborak bo'lsin. Yaxshi o'yin ko'rdik. Bu o'yinga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgandik. Olmaliq jamoasi ham 3 ta o'yinda 1 ochko to'plab pastdagi joyidan tezroq chiqishni rejalashtirilgani aniq edi. Buni bilardik. Bolalar harakat qilishdi. Bolalarga rahmat aytmoqchiman. Muxlislar ham keldi. Qo'llab-quvvatlashdi. Hammalarga rahmat aytmoqchiman. Bugun bizning kunimiz emas ekan. Savollar bor? Мне показалось, что сегодня у нас наша лучшая оборона много ошибок допускала. Как на ваше мнение? Я прав или вы правы? Har doim o'yinda 10 ta futbolchi maydonga chiqadigan bo'lsa, 10 ta futbolchi ham xato qiladi. Futbol xatosiz bo'lmaydi. Bugun bitta momentda konsentratsiyani yo'qotganimiz bizga qimmatga tushdi. 1-0 yutqizdik. Bizani yaratilgan vaziyatlarimiz, o'zimizni yaratilgan vaziyatlarimizni golga aylantira olmadik. Bolalar harakat qilishdi. Men o'ylayman, keyingi o'yinlarga mana ikkita o'yin g'alaba bilan ketayotgandik. Bolalarda uvereniz ham bor edi. Bolalar o'yinni yomon o'tkazishmadi. Ularga rahmat aytmoqchiman. Bolalarini berishdi. Bugun bizning kunimiz emas ekan. Bizani yaratilgan vaziyatlarimiz golga aylanmadi. Раньше наша команда для ГМК всегда была неудобным соперником. В этой игре я не заметил этого. Men uni deb o'ylamayman, что bugun bolalarimiz borini berib o'ynashdi. Aytayapman-ku, bizning kunimiz emas ekan. Bizga yaratilgan vaziyatlardan agar unumli foydalanganimizda bugun agar hisob bugun 2-1 bo'lganda bu savol bo'lmasdi. Bizning foydamizga 2-1 bo'lganda bu savol bo'lmasdi. Yana bir marta aytaman, bolalarim yaxshi harakat qilishdi. Bu o'yinni tahlil qilamiz, o'rganib chiqamiz. Neftchining o'yiniga tayyorgarlik ko'ramiz. Birinchi turlarga kuzatayapmiz. Jamoa 5-3 sxemasida. Albatta bu sxema o'z samarasini berib kelayotgandi. Jamoa Portugaliyaga match o'tkazganmiz. Bugun o'sha birinchi o'yindan so'ng hisobga borayotgan jamoa shunda 4-3 yoki boshqa sxemaga o'tishi mumkinmi? Sxemaga o'tdik ham 5-3-2 sxemasidan 3 ta himoyachi bilan o'yinni boshladik ikkinchi bo'limda. Oldimizda ham kuchaytirdik, hujum tushirib. Men o'ylayman, prosta bitta gol yetishmadi. Agar gol urib olganimizda qiyin bo'lardi. Ikkinchi golni ham urishimiz mumkin edi. O'sha gol bizga bugun kirishni xohlamadi. 1-0 yutqizdik. OKMK jamoasini tabriklayman g'alaba bilan. Akmal aka, shu o'yin vaqtida bo'lgan vaziyatlar, ya'ni urgan golimiz hisoblanmadi va Shohruz Norxonovga nisbatan ishlatilgan qo'pollik bo'yicha nimalar deya olasiz o'sha vaziyatlar bo'yicha? Men hozir gapiradigan bo'lsam, lutchi gapirmay qo'ya qolaman. Ularni o'ziga hammamizni ham o'zimizga insof bersin. Men o'ylayman, buni tahlil qiladigan bularning o'zining markazi bor. Men hozir hakamlar haqida gapirishni xohlamayman. Chunki Super Kubokdagi o'yindan keyin qancha gap bo'lyapti. Bularning o'zini tepada turadigan, o'zini hakamlarni tekshiradigan insonlar bor. Men o'ylayman, to'g'ri qarorni ular aytishadi. Men hozir penalti bor edi, yo bo'lmasa toza golimizni hisoblamadi deb aytayotgan bo'lsam, hozir men noto'g'ri qilgan bo'laman. O'sha uchun hakamlar qaroriga men nima deydi uni qo'shilish niyatim yo'q. Men o'ylayman, erta tur tugagandan keyin bilib olamiz. Qanaqa hakamlik qilgan, bularning o'zini tepada nachalstvasi bor, ularning boshliqlari bor. Ko'ramiz, o'yinni kuzatamiz, qanaqa biz agar u yerda toza gol urmagan bo'lsak, sababini aytishadi. Men o'ylayman, agar noto'g'ri gol bo'ladigan bo'lsa ham, ular baribir aytishadi. Mana bu yerda xatolik bo'lgan, mana bu yerda bo'lgan. Men o'ylayman,
bularni o'zlarini rahbariyati bor, hakamlarni men o'ylayman hozir agar gapiradigan bo'lsam noto'g'ri bo'ladi. Men gapirmayman. Sudyalar haqida, hakamlar haqida. Men o'ylayman, kutib qolaman lekin. Qani qayerda to'g'ri bo'lgan, qayerda noto'g'ri bo'lgan qarorlarni. Rahmat. Sog'